Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Ida Taro. Shaxsiy ko'rish uchun WhatsAppdan aloqaga, ya'ni yozsanglar bo'ladi. Energiya men uchun bitta like, podpiska sizlardan. Bugun meni kartamga savolim. Minut s minuti nima bo'ladi? Ya'ni balki bu videoni qachon ko'ryapsiz? Bilmayman. O'sha kundan boshlaysiz. Может, hozir ko'rayotganingizdan so'ng nechidir minutdan so'ng bu narsa bo'lishi mumkin, yoki-da bir hafta ichida. Ya'ni minut sekundga bo'ladigan bir video, bir ichimdagi narsani ayta olmadim. Umarim tushuntira oldim. Bu videoni ko'rdingiz, yoki-da kech payt ko'rgan bo'lsangiz, ertalab bo'lishi mumkin. Ertalab ko'rgan bo'lsangiz, balki kechga yaqin shu hodisa bo'lishi mumkin. Хорошо, ya'ni kartamga shunaqa niyat qildim va bo'ldi, уже kartani tashlashni boshlayapman. Nima chiqsa o'sha bo'ladi. Хорошо, to'g'ri tushuntirdim degan umiddaman. Shaxsiy rasxat WhatsAppdan o'rtoqlar yozilsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, bu yerda mana bunaqa narsa chiqyapti. Bывшийingiz, ya'ni eski yigitingiz yoki-da o'sha bывший tanishingiz hayotingizga kirib kelishi chiqyapti. Tushuntira oldimmi? Turmushga chiqamisiz yoki-da turmushga chiqmay, farqi yo'q. Kim meni ko'ryapti, qanaqa pozitsiyadasiz, hayotingizga eski o'sha yigitingiz paydo bo'lishi chiqyapti, o'sha bывший. Bu yerda lekin bunaqa narsa bo'lyapti. Siz ham uni отказ qilmaysiz. Siz ham o'zi oldin kutgan yoki-da bo'ladi-yu, ayollarimiz xohlagan shunaqa narsa bo'lyapti, yoki-da bir birinchi muhabbatingiz bo'lganmi-da o't paytida, yoki-da bir qandaydir eng yaxshi ishongan bir erkagingiz bo'lganmi. Bu inson shunaqa bir maqsadga kelyapti. Bu safar menga bitta shans berib ko'rasammi, yoki-da oldin men bilan gaplashib ko'rasammi? Shunaqa narsa bilan kelyapti va u sizga nimadirlarni isbotlamoqchi bo'lyapti. Agarda finans taraflamasi yomon bo'lgan bo'lsa, hozirda finansi yaxshi. Yoki-da qandaydir nimadirni lekin isbotlamoqchi bo'lyapti sizga, tushuntira oldimmi? Xuddi narsa bo'ladi-yu, san paytida meni mensimading yoki-da meni tashlab ketding, mana endi meni ko'rib qo'y deymiz-ku. Shunaqa bir erkaklar bo'ladi-yu, shunaqa pozitsiyada hayotingizga kirib keladi deyapti-da, вот. Lekin bu inson отношенияsi bor inson chiqyapti. Bo'ydoq yoki-da boshqa emas. Balki yaqinda uylangan. Bittada qarang, ikkita narsa chiqdi, ikkita karta chiqdi-da. Yo'q, bu yoki-da отношенияsi bor buni, yoki-da уже uylangan bu. Yana ikkita chiqyapti. Lekin suhbatingiz bo'ladi u bilan. Siz chunki uni juda